Ana, dadam yaxşı narsalarning hammani yeb oldi. Xotin, men seni, o'g'limni, ya'ni mushu oilimni deb yeyapman. Go'shtning hammasini yeb elib, yana silading, to'g'rimi? Albatta, men go'sht yeganda kuchlik bo'laman. Ondan Nasriddinni yengalayman. Shundaq bo'lganda uyimizga haqsiz yillikchidan birini akila alaymiz-da. Ajab aqlliq gaplar. O'g'lim gap anglasa turibsan, qo'shib beraman. Nim qilyapsan? Mashq qilyapman. Bu yoq kel. Men sen qanday mashq qilishni o'rgatib qo'yay. Yo'q, men putini osmon qilib tik turishni mashq qilsam-da bo'ldi. Putini osmon qilib tik tursan kuchni oshirg'ili bo'lmasa. Nasirda, sen mashq qilmasang boyga yillikchi bo'lib qolasan. Bugun sizlar qanday musobaqalashmoqchi? Hurmatli Qodir mollam, bu qitim mening dinim hisob bo'lsin. Ig'irlik ko'tarishdan musobaqalashaylik. Nasriddin aka, sen rasl aşı taşını ko'taralamsan? Nasriddin, meningcha baslashmasang bo'larmikin? Yo'q. Meningcha, menga nisbatan bu tosh pek yinnikkan. Ishonmasizlar, ko'tirishib baqamdiq. Qarsizlar, bu tugman teshi bu tosh qulupdan xeyli ig'ir. Men uni beshimning ustiga chiqara olmayman. Men avval ko'tirib baqay, ko'tirib baqay. Bu tugman teshi ig'irmikan? Sizlar boshlarini ustlariga chiqara olamdilar. Endi mening karomatimni ko'rsla. Mushunda qism bo'lamdi. Tugman teshi mening beshimning ustida turgandi. Yaxshi oldu. Mushunda qism bo'lamdi. Mushuma hisobmi? Mushuma hisobmi? Tugman teshi Nasriddinning beshining ustida turmamdi. Mushi hisob bo'lsa, men yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman. Qarab tursizlar. Bayxo'jam, qanday qis qilib o'tdilar? Nasriddin, shug'ul qilma, hisob emas. Ko'pchilikning hammasi ko'rdi, tugman teshini beshimning ustiga chiqara oladimi-ku? Bu hisob emas, qaytadan musobaqa qilishimiz. Bayxo'jam, boyisizlar yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman degan tilig'i. Qaytadan musobaqa qilishib baqamdilar. Qaytadan musobaqa qilishayli. Bir narsa etishdan musobaqa qilishib baqayli. Kim jiroqqa ota olaydi ekan? Unda bo'lsa gapimiz gap, ha? Nima otadiganimizni men bekitaman, ha? Nasriddin, nimani etishni o'ylab qo'ydingmi? Ha? O'ylashyapman-ku mana. Nasriddin aka, bu niyigina kichik bo'lib musobaqada tutib olasan. Bularni yemasammi bo'ladi? Gulnor, siz ovar bo'lmasangiz bo'ladi.
Men amal topdim. Musobaqaning boshlanganligini jakalayman. Nasriddin, nima etishdan musobaqa qilishimiz? Ha? Ha, meningcha biz buni atayli. Tamni kayniga atalsak yengam bo'lamiz. Bu Gullarning qo'lyog'ligi o. Nasriddin Gullardan qo'lyog'ini olgan chog'da sen bor eding-ku. U yeydiganingni qo'yda tursa, boshqa ishlarni o'ylaydigan nadikichi olasi. Mushu nima? To'g'ri? Mushuni. Nasriddin endi menga yillik cho'p ishlashni o'ylashib qo'ygan. Bayg'o'jam, barliq kuchlarni ishga sasla, ha? Xotirjam bo'l, hargizmi bo'ldi qilib atmayman. Sen meni ishga bitirdingmi? Zo'rliq kuchi ishlatishga bo'lmaydi. Boyqish hisob emas. Men yana bir qitim etib boqay. Qancha qadim asli bo'laverdi, ha? Nasriddin, buni tamning kayniga yetish mumkin emaskan. Bayg'o'jam, sizlarning kuchlar yetmadi. Yuvashlik bilan ixro bo'lsizlar. Undaqda sen bir etib baqa, men ko'rib baqay. Chataq yo'q. Obdan ko'ryapsizlar, ha? Nasriddin, qo'rqdingmi? Ha? Men kuchlik bo'lgandan keyin yirg'aroq turishim kerak. Bu hisob emas. Qayta musobaqa qilishay. Bo'ladi. Bayg'o'jam ushuqlik qilmasalar. Nasriddin, seni hargiz bosh qo'ymayman.